Instablogger Laziza ikkinchi bor ona bo'ldi. Bu haqda o'z Instagram sahifasida turmush o'rtog'i xabar berdi. U 1 yil oldin 2024-yilda ham o'g'il farzandli bo'lgan edi. Bu yil ham unga yana bir bor ona bo'lish va o'g'il farzandli bo'lish nasib etdi. Havas qilgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Raqqosa Parizoda viloyatlarga chiqmasligini e'lon qildi. Mashhur raqqosa Parizoda ijtimoiy tarmoqlarda muhim qarorni e'lon qildi. Endi u viloyatdagi to'y xizmatlariga chiqmaydi. Parizoda yozishicha, endi u faqat poytaxt va yirik shaharlarda faoliyatini davom ettiradi. Viloyatlarda chiqishim ko'p safar va mashaqqat talab etardi. Shu bois bundan buyon faqat shaharlar uchun xizmat qilaman deya izoh qoldirdi u. Guliyasal Xo'jayeva 3 kelini bo'lsa ham uy ishlarini qilib ketaveradi. Har kuni pazanda xonanda oshxonada yangi retsept sinab ko'radi. Bugun esa kenja keliniga somsa tugish bo'yicha master-klass o'tmoqda. Shunda qaynonam bo'lsin degan insonlar videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.